Toshkent shahrida taksi haydovchisi blogerlar tomonidan do'pposlangan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi va bu videoga Abror Muxtorali o'z munosabatini bildirib o'tdi. Sizlar videoga like bosib qo'ying, men Abror Muxtoralining videosini qo'yib beraman. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Aytgancha o'z fikringizni kommentariyaga bildirib ketishni ham unutmang. Taksist masalasi. Taksist masalasida butun xalq ko'rdi. Axborot maydoni qanday ishlaydi. Mana shuni aytib kelayotgan edik biz. Men endi kelib janjal qilib urush qilgan bolalarni ham 100% ayblab, ya'ni aybdor deya olmayman. Ular o'sha chestim deyishi mumkin. O'sha opamni himoya qildim degan sabab ichidan qidirishi mumkin. Lekin ularning xatosi masalani mohiyatini o'rganmaganlikda. Bu joyda fitnani boshida o'sha opa turibdilar. Opa bilmayman endi oilasida urushib qolgan bo'lib kim bilandir. Uni kelib taksiz bechorani muomalasi bilan chegaradan chiqargandir va ukasini qurbon qildi shu ayol. Ayolni bu mo'jiza sifatida ko'p e'tirof qilamiz-u, fitna sifatida ham ehtiyot bo'lish kerak. Payg'ambar alayhissalomdan sahih hadis bor, adashmasam Buxoriyda kelgan. Men o'zimdan keyin ayol fitnasidan ko'ra kattaroq fitna qoldirmayapman deganlar. Fitna degani imtihon ma'nosi bor bitta. Undan tashqari ayol ko'p narsalarni parokanda qilib yorishlikka moyil bo'ladi. Yaxshi taqvoli, Xudodan qo'rqadigan ayol haqida gap ketmayapti. Ko'ryapsizlar? %100 ayolda ayb, %100 tarbiya qilish kerak bo'lgan qiz edi, qizini tarbiya qilib o'tir deyish kerak edi. Uni ham qilayotgan ishini oqlab, taksisi shantaj qilib, ukasini chaqirib, ukasini ham aldayapti. Va qurbon qilyapti. Alloh najot bersin. Men u bolalarni ham aytayapmanki, ayollar fitnasiga aldandi deyapman. Boshqa 100% qoralash tomoni tarafdori ham emasman. Lekin bu joyda taksistning aybi yo'q. Taksist bechara o'zi radarlardan qochib, shtraflarga tushmaslikka harakat qilib, kunlik endi shu taksist qancha pul topadi? Voy, meni rizqimni to'siyapsiz deyapti bechara. Tushing deyapti. Yo'q, muammoga tiqishdi.